Rossiyada kaskapolatga borgan edi. Qo'lini qo'yib turib uradi molotokka o'xshab. Ana shu variantni tuzatadi deganidan borgan edi. U qaytanga ko'paytirib yubordi. Ana shu ezib qo'ydi. Ana shunga bormanglar qaytib. Sizlarga maslahatim bemorlar. Hozir bemorimizga L5 sport sohasida grija massasi endoskopik usulda olish amaliyotini o'tkazdik. Abduvalik aka, mana shu grija massasi kattaligini ko'ryapsizmi? Mana shu hammasi grija massasi mana shu. Mana. Juda ham katta grija massasi. Buni bilmadim qanaqa qilib buni tabiblar rezorsiya deydi, har xil davo muolajalarni o'tkazgan va oqibatda uzoq vaqt o'tib ketgan. Vaqt o'tib ketganligi sababli bemorda, ya'ni siydik tutilishi, ya'ni peshobga chiqa olmaslik rivojlangan. Grija massasi juda ham katta va so'rilmaydigan grija turi. Ya'ni bunda adashish kerak bo'lmaydi. Avvalambor to'g'ri diagnostika qilib, bemorni to'g'ri yo'naltirish kerak. Hamma har xil usulda davolab ko'rgan va bemor vaqt yo'qotgan. Vaqt yo'qotish oqibatida bemorda og'ir asoratga sabab bo'ladi. Oyoqlar ishlamay qolgan, peshob bilan muammo yuzaga kelgan. Hozir amaliyot o'tkazdik. Amaliyotdan keyin bemorning oyoqlarini yana ishlatib ko'rsatamiz. Birovning hayoti, ya'ni bu tabiblar yoki boshqa bir grijani davolovchilar uchun bu ya'ni tajriba quyonchasi emas. Bemorni to'g'ri yo'naltirish kerak. Agar o'zi davolay olmasa, uni mutaxassisga jo'natish kerak bo'ladi. O'ng chap oyoq stating ikkalasini, gaz tormoz qiling, gaz tormoz. Tizzaga qarab bukamiz, tizzaga qarab, nabarat. Buking. Ikkalasini ko'tarib turib, gaz tormoz qiling. Ishlatamiz, yaxshi.